Juda ko'p TikToker va streamerlarni psixologiyasini bevosita sindirgan o'yinlardan biri ekan, ya'ni ular o'yin jarayonida bo'ldi, menga yetar, men boshqa o'ynamayman deb taslim bergan ekan. Ko'ramiz, men irodam va metin irodam sinadimi yo'qmi? Allohda menimcha sakralmayman. Timing bu yerda. Okay, timingim yaxshi bo'ldi. Ha? Oh. Okay, timingim yaxshi, timingda menda muammolar yo'q bolalar. Juda tez yetyapsan. Tushunibsanmi yo'qmi? Men tushunmay qolyapman. Men 4 soat qamab qo'y, tushunmam. Mana men 4 soat qamab qo'ysan. Tush yaxshi chora deydi. You're clearly too stupid to think outside the box. O'chaq deyipsan, garangmisan, qanday kompyuterimda soat 4 soat oldinga qo'yaman. Internet bilan ishlaydi-ku soat. Sen deb men o'zimni soatimni o'zgartirish niyatim yo'q.